O'tgan tobiinlardan Muhammad ibn Sirin degan odam o'tgan ekanlar. Muhammad ibn Sirin 40 ming dinorlik yog'ni sotib olgan ekanlar. Sotib olmaganlar, nasiyaga olganlar, hali pulini bermaganlar. Bozorga olib chiqaman deb beshni bittasini olsalar, o'lib yotgan chichqonni qoldiqlarini ko'rdilar. Taqvosi zo'r, Xudodan qo'rqadigan odam. Men buni bozorga olib chiqsam, meshga solingan bu chichqonni qoldig'i bitta moychivozdan chiqqan. Hammasi bitta joydan chiqqan. Qolgan meshlarda ham bu narsani qoldig'i bor. Egasiga olib borib beradigan bo'lsam, odamlarni aldab bozorga olib chiqib sotadi. Xaridorni haqqiga xiyonat qiladi, odamlarni aldaydi, zulm qiladi. Endi shu narsa bo'lmasin dedilar, mol nasiyaga olingan. 40 ming dinorlik katta hajmdagi yog' hammasini yerga to'kib yuborgan ekanlar. To'kib yuborganlardan keyin yog'ni bergan egasi talab qildi. O'sha yog'ni pulini olib kelib qaytaring deganlardan keyin qaytara olganlari yo'q. O'sha davrning qonuniga amr qilgan holatda itoat qilib, amirga shikoyat qilganlardan keyin Ibn Sirin zindonban bo'lgan ekanlar. Ancha muddat uzoq vaqt zindonda yotgan ekanlar. Qarasalar taqvoli odam. Qur'on qalbiga yot bo'lgan, sir ibodat. Kechalari tahajjud namozlariga turib yig'lab ibodat qilib turibdilar. Zindonda yurgan turmani noziri ko'rib, Xudodan qo'rqadigan taqvoli inson ekansiz. Taqsir, men bir yaxshilik qiling. Nima yaxshilik qilasiz? Kunduz kuni zindonda bo'ling. Qosh qoraygandan keyin tunda men sizni qo'yib yuboray. Bola chaqangizni oldiga borib, tunni oilangiz bilan o'tkazing, tong otish bilan turmaga keling. Ozod bo'lgunizcha shu ishni qilamiz. Meni yordamim sizga shu bo'lsin degan gapni gapirganlarida Ibn Sirin Xudodan qo'rqadigan taqvoli zot ekanlar. Ey birodar, mayli bu ishni qilasiz, lekin sen rahbaringga xiyonat qilgan bo'lasan. O'sha zamonning qonuniga xiyonat qilgan bo'lasan. Men seni xiyonatingga ko'maklashgan bo'laman. Taqdirimda shu yerda o'tirish yozilganmi? Men zindonda o'tiraman, bora olmayman dedilar. Oradan bir qancha muddat o'tib, o'sha paytda Hazrati Anas bin Malik o'lim tushagida yotgan ekanlar. Betob ekanlar. Vasiyat qildilarki, agar men o'ladigan bo'lsam, Muhammad ibn Sirin meni yusin. Muhammad ibn Sirin meni kafanlasin. Janozamni shu odamdan boshqa odam o'qimasin. Muhammad ibn Sirin o'sha paytda zindonda yotibdilar. Borib olib kelishga imkoni yo'q. Oxirida Hazrati Anas bin Malik dunyodan o'tganlaridan keyin amirning huzuriga borib ijozat so'rashdi. Taqsir, Hazrati Anas ibn Malikning vasiyatlari shu bo'lgan. Ya'ni Muhammad ibn Sirindek taqvoli odam meni yusinlar, kafanlasinlar, janozamni o'qisinlar deb vasiyat qilganlar. Lekin bu odam zindonda, ijozat bersangiz vazifalarni ado qilsin deganlarda amir podsho ijozat berdi. Men ijozat berdim, chiqsin. Shunda borib Muhammad ibn Sirin endi sizga ijozat. Hazrati Anas dunyodan o'tdi. Vasiyatlari shu bo'lganki, o'ziz yuvas kafanlab janozani o'qiysiz. To'g'ri, amir menga ijozat berdi, lekin men bir odamga zulm qilib qo'ydim. Pulini bermadim, nasiyaga olgan molga xiyonat qilib qo'ydim, yerga to'kib yubordim. Yog'ni egasidan ruxsat so'rang. Molni egasidan ruxsat so'rang, agar ijozat bersa men boraman dedilar. Shunda o'sha molni o'tkazgan odamning huzuriga borib ijozat bersangiz, Ibn Sirin kelib janozani o'qib bersinlar deganlarda ijozat berganlaridan keyin Muhammad ibn Sirin zindondan chiqib Hazrati Anas bin Malikning vasiyatiga muvofiq o'zlari yuvib kafanlab janozalarni o'qib bergan ekanlar. Dafn marosimi tugagandan keyin qabristondan to'ppa-to'g'ri uylariga bormasdan yana zindonga kelib o'tirgan ekanlar. Ya'ni meni bo'ynimga tushgan shu narsa, men agar nohaq biron bir narsa qilgan bo'lsam, tijorat ahliga bo'lgan bir xiyonat emas u, lekin shuni pulini bera olmadim. Omonati meni bo'ynimda. Qiyomatda uni hisobi og'ir bo'ladi. Men shu vazifamni ado qilaman, bo'ynimda jazo bo'lgan, muqarrar bo'lgan jazoni olaman deb zindonda o'tgan ekanlar. Shuning uchun muhtaram birodarlar, o'zgalarning haqqidan qo'rqish, bozorda tijorat qilayotganimizda, tarozda mol tortib turganimizda
qiyomatda bizni ham amalimiz tarozda tortilishini ko'zimizning oldiga keltirib, chiroyli suratda bir ibodat qilib, tijoratimizni ham halol yo'l bilan yo'lga qo'yadigan bo'lsak, o'sha bandasini Alloh darajasini ulug' qilib qo'yar ekan.